Assalomu alaykum. Men Sattor Bahroqaroy. Bugungi mavzuyimiz vizual va texnik o'quv vositalaridan foydalanish. Rejamiz vizual va texnik o'quv vositalaridan foydalanish tushunchasi. Ikkinchi rejamiz o'quv jarayonida ularning ahamiyati. Uchinchi rejamiz esa samarali foydalanish usullari. Bugun biz har tomonlama rivojlangan shaxsning majburiy sifati, bu katta mehnatkashlikda maktabgacha tarbiyachining ishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bolani mehnatga tayyorlash, bu uning psixologik tayyorgarligini shakllantirishdir. Psixologik tayyorlik bu har qanday ishlab chiqish turini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun yetarli bo'lgan shaxsning rivojlanish darajasi hisoblanadi. Mehnat tarbiyasi bolalarga mehnatning mohiyatini chuqur anglatish, ularda mehnatga bo'lgan munosabatni, shuningdek muayyan ijtimoiy foydali harakat, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, ijtimoiy tarbiyaning tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mehnat tarbiyasining maqsadi bolalarda mehnatga ongli munosabatni shakllantirish, shuningdek mehnat orqali bolani har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy, axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish, kelajakdagi mehnat faoliyatiga ruhiy jihatdan tayyorlash, ularda mehnat qilish xohishini singdirish ham alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Mehnat tarbiyasining vazifalari: yosh avlodda mehnat tarbiyasini qaror toptirish va ularni zamonaviy ishlab chiqarishning turli sohalarida faoliyat yuritishga tayyorlash. Tarbiyalanuvchilarda mehnat istagini jamiyat manfaatlari yo'lida mehnat qilishga ehtiyojini hosil qilish, kattalar mehnati bilan tanishtirish. Asosiy mazmuni quyidagilardan iborat. Bulardan birinchisi, har bir kishi mehnatning ijtimoiy mohiyati, mehnat ahli o'rtasidagi ijobiy munosabat. Har qanday kasb ham muhim ekanligini tushuntirish. Mehnat faoliyatining asosiy tarkibiy qismlari va ular bilan tanishtirish. Mehnatning maqsadi, uning ijtimoiy ahamiyatini tushuntirish. Mehnat materiallarini tanlashni o'rgatish, jihozlar, ya'ni mehnat faoliyati bilan zarur bo'lgan asboblarni tayyorlash, bolalarning o'zlariga mehnatni o'rgatish va har bir inson uchun zarur bo'lgan mehnat ko'nikmalarini takomillashtirishga yordam beradi. Kattalar mehnati bilan tanishtirishda maktabgacha yoshdagi bolalar quyidagi mehnat turlari bilan jalb qilinadi. O'z-o'ziga xizmat qilish. Bolalar mehnatining har bir turi bo'lib, unda bolalar ilk yoshdan boshlab mustaqil ovqatlanish, yuvinish, kiyinish, o'yinchoqlarni yig'ishtirish ham o'rgatilib boriladi. O'z-o'ziga xizmat qilish jarayonida bolalarda mustaqillik, ma'lum maqsad bilan harakat qilish kabi sifatlar shakllanib boradi. Tabiatdagi mehnat bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'simlik va hayvonlar, yil fasllari, jonsiz tabiat to'g'risidagi bilimlar manbai bolalarda mehnatsevarlikni, tabiatni, ehtiyotkorona munosabatlarni tarbiyalashda muhim sanaladi. Mehnat qurollari bilan tanishtirish ham tabiatdagi mehnat bilan bog'liq tarzda olib boriladi. Xo'jalik, maishiy mehnat bolalar bog'chasidagi oila bilan olib boriladi. Uning mazmuni har xil bo'ladi. Xona va bog'cha maydonchasi yig'ishtirish, choy idishlarini, idish-tovoqlarni yig'ishtirish, qo'g'irchoq, kiyim-kechak va mayda shunga o'xshagan maishiy narsalarni yig'ishtirish, mashg'ulot davomida kerakli materiallarni tayyorlash, quyish, mashg'ulotdan keyin stol ustidagi narsalarni yig'ishtirish, quyish. Bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirishda o'quvchilar qoida tariqasida vizual usullardan foydalanadilar. Ularni og'zaki hikoyalar, suhbatlar bilan mohirona birlashtiradilar. Katta bolalar bilan ishlashda ularning ulushi ko'payishi mumkin. Og'zaki uslublar orasida bolalar badiiy adabiyotlardan foydalanishi alohida o'rin tutadi. Ta'lim nuqtai nazaridan eng qadrli va bolalar tushunishi mumkin bo'lgan, ularni kattalar mehnati, xatti-harakatlariga taqlid qilish istagini uyg'otadigan mehnat tarkibini kuzatish uchun tanlash juda muhimdir. Taassurotlar takrorlanishi kerak. Shuning uchun mehnat mazmuni bir qator sinflarda taqsimlanishi kerak. Ularning har birida mahorat va
rivojlangan asta-sekin o'sib borishi va chuqurlanishi kerak hisoblanadi. Mehnat tarbiyasida katta bolalar mehnati bilan tanishtirishda yangicha yondashish, bolalar tomonidan egallangan bilim va ko'nikma va malakalarni amaliyotda qo'llay olishlarini ta'minlashga olib keladi. Bugungi kunda mehnat tarbiyasining tarkibiy tuzilmasi ham o'zgarmoqda va o'zida texnologiyalarni tushunish, tasavvur qilish, amaliy vazifalarni hal qilish ko'nikmasi hamda holatlarni ifoda etadi. Mehnat tarbiyasi kattalar mehnati bilan tanishtirishning maqsadi mehnatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish va kasb-hunarlar haqidagi tasavvurlarni shakllantirish hamda qiziqishlarni uyg'otishdan iborat hisoblanadi. Mehnat tarbiyasi orqali bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirishning vazifalari quyidagicha. Kattalar mehnati mohiyatini anglatish orqali bolalarga mehnatning shaxs kamoloti va jamiyati taraqqiyotidagi rolini yoritib berishingiz mumkin bo'ladi. Inson mehnati hamda mehnat mahsuli bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlardan qadrlash, asrab-avaylashga o'rgatishingiz mumkin bo'ladi. Mehnat qilishga nisbatan rag'batni, shuningdek muhabbatni uyg'otish, unda aziz avliyolarimiz va boshqa buyuk insonlarimizning mehnat va kasb-hunar bilan hayot kechirganlarini alohida qayd etib borishimiz mumkin bo'ladi. Bolalarning mehnatga ijtimoiy burch sifatida yondashishlari yuzaga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi ma'ruzamiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.